Xotinim og'ir kasal. Qarzga pul kerak. Qarzga pul? Ha, Mayli beraman. Faqat bitta shartim bor. qanaqa shart? Tilxat yozib berasiz. Tilxat? Tilxat. Qachon, qancha vaqtda pulni qaytarib berishingizni mana shu qog'ozga yozib berasiz. Men Abdulaziz Nurmamatov o'z tug'ishgan ukamdan qarz olib, aka-ukachilik rishtalarini uzdim. Bitta qorindan talashib tushgan, bitta nonni bo'lishib yegan, hatto bitta kiyimda almashib kiygan vaqtlarni unutdim deb yozing. Nima bo'ldi, yoza olmay qoldingizmi? Tilxat degan so'zim qattiq tegdimi? Menga ham o'z tug'ishgan ukangizdan qarz so'rab kelganingiz qattiq tegdi. Vaqtida mendan hech narsasini ayamagan akam mendan qarz so'rab keladi deb o'ylamagandim. Aka-ukani o'rtasida qarz degan narsa bo'lmaydi. Mendan shunchaki so'rasangiz ham berardim-ku. Seni yaxshi ko'raman uka. Endi pul berib turasanmi? Pulim yo'q-da. Malakum do'st, bir kabi ko'z, mo'minlashib